2026 yilgi Cadillac Tort. Bu zamonaviy dizayn, sport xarakter va premium qulaylikni birlashtirgan ixcham biznesidan bo'lib, u Cadillac'ning yosh, faol va texnologiyani qadrlaydigan haydovchilar uchun mo'ljallangan falsafasini to'liq aks ettiradi. Ushbu model avvalgi avlod tajribasiga asoslanib, yanada mukammal muhandislik, kuchli dvigatel variantlari va raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan. Tort 2026 yilga kelib brendning sport ruhini saqlagan holda, kundalik hayotda qulay va xavfsiz avtomobil sifatida namoyon bo'ladi. Tashqi ko'rinish jihatidan 2026 Cadillac Tort an'anaviy Cadillac dizayn kodlarini zamonaviy elementlar bilan uyg'unlashtiradi. Old qismdagi agressiv radiator panjarasi, vertikal LED kunduzgi chiroqlar va ingichka, keskin faralar avtomobilga dadil va sportcha qiyofa beradi. Kuzov chiziqlari silliq, ammo aniq shakllangan bo'lib, aerodinamik samaradorlikni oshiradi. Yon tomondan qaralganda past silueti va keng g'ildirak bazasi avtomobilning yo'lda barqaror turishini ta'kidlaydi. Orqa qismda esa vertikal LED fonuslar va ixcham bagaj qopqogi dizaynni yakunlab, Cadillac'ga xos premium kayfiyatni beradi. Salon ichiga kirganingizda 2026 Tort sizni yuqori sifatli materiallar va puxta yig'ilgan interyer bilan kutib oladi. O'rindiqlar yumshoq, ergonomik shaklda bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Charm, alyuminiy va yumshoq plastik materiallar bir-biri bilan uyg'unlashib, haqiqiy premium muhit yaratadi. Haydovchi uchun mo'ljallangan panel intuitiv joylashtirilgan bo'lib, barcha boshqaruv tugmalari qo'l ostida. Markaziy konsolda katta sensorli displey joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni boshqarish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar 2026 Cadillac Tort'ning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi. Keng formatli raqamli asboblar paneli haydovchiga tezlik, yoqilg'i sarfi, navigatsiya va xavfsizlik tizimlari haqida aniq va tushunarli ma'lumot beradi. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab. 2026 Tort dvigatel variantlari jihatidan ham keng tanlov taklif etishi kutilmoqda. Asosiy versiyalarda tejamkor va samarali turbo benzinli dvigatellar bo'lishi mumkin. Ular shahar va magistral yo'llarda muvozanatli quvvat hamda yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Sport xarakterini yoqtiradiganlar uchun esa kuchliroq versiyalar, jumladan Tort yoki Blackking kabi sport modifikatsiyalari mavjud bo'lishi ehtimol. Ushbu variantlarda yuqori quvvatli dvigatellar, sport sozlamali osma va kuchaytirilgan tormoz tizimi o'rnatilib, haqiqiy haydash zavqini taqdim etadi. Uzatmalar qutisi sifatida zamonaviy avtomatik transmissiya qo'llaniladi. U silliq va tezkor almashish orqali haydashni yanada qulay qiladi. Orqa g'ildirakdan tortish tizimi Cadillac'ning sport ruhini saqlab qolgan holda, yo'lda mukammal muvozanatni ta'minlaydi. Ba'zi bozorlarda to'liq g'ildirakdan tortish tizimi ham taklif qilinishi mumkin. Bu esa turli ob-havo sharoitlarida qo'shimcha ishonch beradi. Haydash sifati 2026 Cadillac Tort'da alohida e'tiborga loyiq. Osma tizimi shahar notekisliklarini yumshoq yutib yuboradi, magistralda esa barqarorlik va aniqlikni saqlaydi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir bo'lib, haydovchiga avtomobilni to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Sport rejimida esa avtomobil yanada faol va tezkor bo'lib, dvigatelning javobi va uzatma sozlamalari sportcha ruhda ishlaydi. Xavfsizlik masalasida Cadillac Tort 2026 zamonaviy faol va passiv tizimlar bilan jihozlanadi. Avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, adaptiv kruiz nazorat, yo'l chizigini saqlash yordamchisi kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. Ko'p kamerali va radarli tizimlar atrof muhitni doimiy kuzatib borib, xavfli vaziyatlarda haydovchini ogohlantiradi yoki avtomatik tarzda aralashadi. Mustahkam kuzov tuzilishi va ko'p sonli xavfsizlik yostiqchalari esa to'qnashuv paytida maksimal himoya qiladi. Qulaylik jihatidan ham 2026 Tort premium segment talablariga to'liq javob berdi. Yoqilg'i tejamkorligi masalasida 2026 Cadillac Tort zamonaviy dvigatel texnologiyalari hisobiga raqobatbardosh ko'rsatkichlarga ega bo'lishi kutilmoqda. Turbo dvigatellar past aylanishlarda ham yetarli moment berib, yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Bu esa avtomobilni nafaqat sportcha, balki iqtisodiy jihatdan ham maqbul tanlovga aylantiradi. Cadillac Tort 2026 modeli yosh mutaxassislar, oilali bo'lmagan, ammo qulaylik va prestijni qadrlaydigan haydovchilar uchun juda mos keladi.
U shahar sharoitida ixchamligi bilan qulay, uzoq yo'llarda esa barqarorligi va qulayligi bilan ajralib turadi. Brendning sport va hashamat uyg'unligi ushbu modelda yaqqol seziladi. Umuman olganda, 2026 yilgi Cadillac Tort bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar, yuqori darajadagi qulaylik va ishonchli xavfsizlikni birlashtirgan premium sedan. U Cadillacning an'anaviy hashamatini saqlagan holda, yangi avlod haydovchilari talablariga moslashgan. Agar siz sport ruhiga ega, ammo kundalik hayotda qulay va nufuzli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Cadillac Tort siz uchun juda qiziqarli tanlov bo'lishi mumkin.